Chunki Family Taxi haydovchilarining farzandlari Kuvafda 50% gacha grantda o'qishi mumkin. Har oyda MedCity oromgohida bepul dam olishi mumkin. Family Med klinikasida tibbiy ko'rikdan mutlaqo bepul o'tkazilishi mumkin. Buni hammaga aytmasam bo'lmaydi. Do'stlar, bu yangilikni eshitishinglar kerak. Nima uchun? Haydovchilar aynan Family Taxiga bog'lanishi kerak va Family Taxida ishlash kerak. Chunki Family Taxida imkoniyatlari juda katta. Men sizlarga buni aytaman. Birinchisi, 1 oy 10-iyungacha hech qanday komissiya to'lovi yo'q. Ya'ni pul solmaysiz, programmaga shunchaki tirikchilik qilishingiz mumkin. Ikkinchisi, siz Family Taxiga a'zo bo'ldingizmi? Demak, bizning katta oilamizning a'zosisiz. Siz bizni katta oilamizning a'zolari kabi Qo'qon universiteti Andijon filialida farzandlaringizni 50% gacha chegirmali grantlar asosida o'qitishingiz mumkin. Undan tashqari bizni katta oilamiz a'zolari universitetimizga qarashli Family Med klinikasida tibbiy ko'rikdan mutlaqo bepul o'tkaziladi. UZI deysizmi, tomografiya deysizmi va boshqa laborator ko'riklar deysizmi, barchasi bepul. Chunki bizni oilamiz a'zosiga aylanasiz. Men eng zo'rini aytganim yo'q. Eng zo'ri shundaki, har bir yo'lovchiga xizmat ko'rsatsangiz 2 ballni qo'lga kiritasiz. Ya'ni bitta yo'lovchini olib borib qo'yish 2 ball. Agarda siz 1000 ballni yig'sangiz, MedCity oromgohida bir haftalik dam olishni bepul qo'lga kiritishingiz mumkin. Zo'ra, endi har oyda yoki taksistlar yoki ularning ota-onasi bepul MedCity oromgohida dam olishlari mumkin. Siz orqali bitta haydovchi Family Taxiga ulansa, obuna bo'lsa, siz shu o'tizga 40 ming so'm pul tushadi. Buni lekin hech kim bilish shart emas. Zakas keldi. Mana mashinam to'di, hozir shunaqasi